Mana aziz obunachilar, xudo xolasa nasliga desanglar ham tushoradigan qo'ylar mana. Mana shunaqa qo'ylar sizni qurg'onligingizga yaraydimi akalar? Tavsiya qilib qolamiz zo'rlaridan akalar. Qaranglar. Shunaqa chiroyli qo'ylardan xudo xolasa yetib boradi xonadoningizga. Vaqt berish xizmatlari bor. Bekariga yemoq, ichmoq so'yadigan kuningizgacha xudo xolasa. Ibrohimjon uka, bu qo'ylarni mana xudo xolasa eng kami 6 oy 7 oydan beri boqib turibmiz. Qurbonlik qilaman degani kesin mana. 130 kilo atrofidagi qo'ylar. Narxini xudo xolasa kelishtirib beramiz. Juva bizga $1000, $2000 bo'lishi shart emas. Yengil. Albatta. Puli. Puli yengil. Maqsad qurbonlik qilgan odam bizdan olib ketib maza qilib so'ysin. Maza qilib. Albatta. Shu qizig'i. Shu qizig'i. Ha, narxi u ashi klientni qo'ydi ustida klient bilan kelishamiz. Albatta. Xudo xolasa. O'rtacha misol el qatori. Eldan oshib ketishi yo'q. Bozor nechi bo'lsa xudo xolasa. Xuddi shunday. 65 ming so'm bo'lsa 65 mingdan beramiz. 70 ming so'm bo'lsa 70 ming so'm. Ja uni u yog'iga chiqib ketishi yo'q. Maşallah, Alloh rozi olsin. Mana shunaqa qo'ylar ham ketaveradi, 100 kilo tepasidagi 130 kilo men beramiz. 130 kilo atrofida qo'ylar bor. Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar. Telefon qilinglar, hamma qo'yni oxirigacha ko'ringlar akalar, videoni ko'ringlar, hamma bopi bor. Imkon qadar ko'rib, telefonlarni yozib o'taman, qilaverasizlar akalar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ibrohim kanalini kuzatib boruvchi obunachilari. Hafta kuniga dushanba 2-iyun. Xo'p, biz Andijon tumanidagi Aylish mahallasida, xudo xolasa, bu yerda taniydiganlar juda ko'p. Inshaalloh xudo xolasa bu qo'ylarimizni endi akalar obunachilar telefon qilib oxiri narxlari bilan chiqaring deyishgan ekan. Mana xudo xolasa inshaalloh o'tgan safargi qo'ylarimizdan sotilganlar mana bu qo'yimiz sotilib ketdi. Mana qo'ylarimiz xullas ko'pi sotilganlari bor bu yerda. Inshaalloh qayni qolganlarini, sotilmaganlarini ham bir qator narxlarni yoritaylik siz aziz obunachilarga ko'rib, narxlar bilan solishtirib bemalol bozorda ko'rasizmi, chiqarayotgan qo'y purushlarnikini ko'rasizmi, bemalol narxlarni talashib, tortishib oladigan yerdasizlar akalar. 1 so'm bersangiz ham 10 so'm bersangiz ham pulsizniki aka. Eng qizig'i yemoq, ichmog'i sifati qo'y olmoqchi bo'lganlarga tishlari yorgan, hamma yo'q to'rmuchasi sog' edi. Bemalol ko'rib akalar olaverasizlar. Mana xudo xolasa shular qo'ylarda sotiladi. Bu qo'ylar endi sotiladi deb qo'yapmiz. Haligida baqilayotgan qo'ylar edi. Endi sotamiz deb qo'ymasak bo'lmaydi shekilli. Obunachilar o'zimizga ham ko'pchilik telefon qildi. Uni narxlarini yoriting deb. Mana endi aziz obunachilar, xudo xolasa sizlarning talab istaginglarga ko'ra narxlarini xudo xolasa qo'ldan kelgancha siz aziz obunachilarga ko'rsatib boramiz. Akamizni imkon qadar narxlarini arzonroq qilib qo'yishga harakat qilamiz akalar. Xudo xolasa kuzatib turinglar, oxirigacha ko'ringlar akalar. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Obuna bo'lish tugmachalarini ezib qo'yishni unutmaymiz akalar. Manzilimiz Andijon tumani Aylishda, ya'niki o'zimizning mahallaga yaqin, xudo xolasa qo'shni mahallada, xudo xolasa akalar. Men o'zim ham Aylishligim uchun mana shu Aylishda xudo xolasa siz aziz obunachilarga qo'ldan kelgancha kimnikida nima bo'lsa yoritib boraman. Like, podpiskani unutmaymiz akalar. Xudo xolasa hozir sekin narxlarini bilamiz. Bu yerda kimi cho'ntagiga qarab qo'y bor akalar. Hammani qo'y puliga yarasha qo'y chiqadi. Inshaalloh xudo xolasa akamizga qo'y ko'p bilasizlar. Bu yerda sotilganlari ham bor, sotilmaganlarini imkon qadar ko'rsatib boramiz sizlarga. Qo'ylarni bir qator ko'rsatib qo'yaylik akalar sizlarga. Buncha qo'yni hammasini chiqarib tashqariga ko'rsata olmaymiz. 3 partiya yoki 2 partiya qo'yni ko'rsatib sizlarga narxlarini monchadan monchagacha kelib, tortishib, talashib olaverasizlar. Xudo xolasa bozor narxidan imkon qadar arzonroq qo'yishga harakat qilamiz. Qo'ylarimiz hamma qo'ra degani bir qator ko'rsatyapman akalar. Mana qo'ylarni turishni ko'ryapsizlar. Yeb ichishiga gap yo'q. Boqaman degan, olaman deganlarga mana bemalol olaverasizlar. Boqqani olaman deganlar ham mana shunaqa chiroyli joylardan istab yurib olaman deydigan akalarimizga bemalol qo'ylar tavsiya qilaveramiz. 100%. Qo'ylarni ko'ringlar akalar. Xudo xolasa narxlari sizlarga yoqadi. Turishni ko'ringlar, qo'ylar turishni. Nima deyapti? Bu qo'ralar ham xudo xolasa mana
Qo'ralarni ham bor. Aytganimizda akalar kimi nechi pulga qurib yetsa, shunga xudo xolasa imkoniyat boricha chiqarib beradi qo'ylarni akalar. Kimdir 4 millionligini xohlar, kimdir 5 millionligini, kimdir 6 millionlik, kimdir menga 10 million tepasidagi katta qo'y, eng zo'r qo'yni bering deydiganlar bo'lishi mumkin. Ashtaqalarga ham bor bu yerda. Xo'p, arzonini istaganlarga ham bor. Hammani imkoniyatiga qarab qo'ylarimiz bor mana akalar. Qo'ylar bir baho berib qo'yinglar, mana qaranglar, turishni qaranglar, turishni. Ha. Xo'p, sekin endi egasidan narxlarini bilaylik. Endi bugun xudo xolasa narxlarni akalar bilib sizlarga ko'rsatib boramiz. Akalar, qo'ylar chiqishni boshlayapti. Ma jonivor, ma chiq. Bu qo'radan chiqmaganiga. Ma. Voy malades, mollarni qaranglar akalar. Voy jonivor, turishni qaranglar, turishni. Voy malades. Aka, o'tib endi bu tomondan qaytarib yuborasiz, menga chiqaraylik monga. Chiroyli, voy mana moni qaranglar akalar, mana qo'ylar. Dahshat u, ha. Voy malades. Nima deyapti akalar? Mana endi sotamiz endi akalar, telefon qilinglar mana. O'tgan safargi videoyimizda baqilayotgan jarayoni o'tdik. Endi mana akalar, endi sizlarga sotiladiganini ko'rsataylik. Sotilganlar ham bor buning ichida, lekin sotilganini chiqarmayapmiz. Sotilmaganlarini ko'rsatyapmiz sizlarga. Mana qarang, oqa disimi, qora disimi. Ma. Ular tashqariga chiqmaganiga chatagiga qarab kirib olyapti hammasi. Bitta haydavaringchi aka ashidamdek nima qilib tashqariga ko'rsataylik. Ma. Mo tomon yurmayapti bular. Ha. Bitta ko'ringlar akalar. Mashina ushlash iloji bormi o'rtadagini? O'rtadagini. Ha, mashina ushlab, olib chiqing men aka. Onangni nima ko'rdim. Mana. Mana qo'ylar. Bo'ldi. Qo'yapti. O'tib o'zim boraman. Ana jonivor, turishni qaranglar. Sho'paka endi bular nechi puldan nechi pulgacha manaqa zo'llari ham. Voy, buni oldini qaranglar. Malades. Zo'r o'zgaribdi qo'ya. Turishni qaranglar. Mana qo'ylarni go'zal. Haqiqiy bir qurbonlik qilaman degan odamga-da bu mana bu qo'ylarni 8 oydan beri xudo xolisa yeb yotibdi bu qo'ylar. Maşallah. Quloqlari butun. Endi qo'y bo'lsa shunchalik bo'ladi. Albatta. Sog'lomligi Yoshi ham, hamma yo'g'i kelaveradi, xudo xolasa. mana Yoshi ham kelaveradi. orqa oldi bir xil qo'ylarimiz xudo Bir xolasa. xil qo'ylar. Oqa deysizmi, qora deysizmi? Ular chiqmaganiga, aka, ular nima bo'lyapti-da? Xo'p, yana bir boshqa katayni ko'rsataylikmi? Ha? Ko'rsataylik, qo'yib yuboray, qo'yib yuboray. Qaysi katayni chiqaramiz? Bu yerda akalar hamma sotiladi, ko'ryapsizlar, qo'ylar yurmayapti, bu yoqqa qarab yurmayapti. Endi imkon qadar tashqariga chiqaradiganini chiqaramiz. Chiqmaganini akalar imkon qadar kelinglar, mashina ustida. Shuni baraka qilsanglar biz xursandmiz akalar. Kelib ko'rishinglarni tavsiya qilib qolamiz. Ham mashinachalik sharoitlarni ko'rasizlar akalar. Kimga mashinaqa baqish qiziq bo'lsa, ko'rib o'zinglar mashinada ham fikr olib ketasizlar. Mana qo'ylar, men imkon qadar ko'rsata olay, tashqariga chiqarsa yurmayapti qo'ylar. Bu qo'radan chiqmay o'rganib qolibdi bular. Soypaga buni ichida sotilganlari qaysi qo'ralarda bor? Ashlarda nima qilib qo'yaylik? Bu qo'ra sotilgan ekan deb ko'rsatib qo'ygani. Sotilgani mana bu qo'rada bir dona qo'yimiz sotilgan. Ha. Shu nari chekida turibdi, ko'k qo'chqarimiz. Ha. Qolgan qo'ylar sotiladi xudo xolasa. Ular ham sotiladi, Ular ham sotiladi. Turishdi. Jonivor. Mana xudo xolasa mana tri vazniga kelganda 115 kiloni bosib keladigan qo'ylarimiz. Yoshlari ham 2 kurak. 2 kurak. Eng kichkinasi necha kilo keladi bu yerda? Eng kichkinasi tri vazniga bir 95 kilo atrofidagi qo'ylar. Oldi qo'radagi. Shu qo'radagi. Bu qo'radagi. 95 dan 115 gacha ekanda. 115 ga davr. 115 gacha. Bu qo'ramizda 90 dan 100 gachami bular? 90 dan 110 ga davr. 110 ga davr chiqadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. O'ti. Buni zotini nima deydi endi hozirga qiziqqanlarga? Mashaqa zotni men kashtan deyishadi, arashan deyishadi bozorlarda deyman-da. Ha, endi bu bizda unaqa toza
qonligi yo'q qo'ydi. Chunki biz go'shtga baqamiz ko'proq. To'g'ri, to'g'ri. Endi buni ichida mana o'zimizning hisori qo'ylar bor, Aroshan zotligi bor, Ha. Edilbay, shunga o'xshagan. Endi Xudo xolasa buni endi kelajakda niyatlarimiz bor. Aha. Shu toza qonli zotli qo'ylarni ham yetishtirish, albatta. shuni yo'lga qo'yish niyatimiz bor Xudo xolasa. Bu qo'rani ko'rsatdik. Bu qo'rada Mana shu qo'rada ham o'rtacha mana 100 kiloda atrofidagi qo'ylar. o'rtacha. O'rtacha. Aha. Quloqlari butun Xudo xolasa yoshiga yetgan. Bu qo'rada endi narxlarda oxirida bitta aytamiz aka. Narxlarda Xudo xolasa Bu chiroyli qo'ramizda qilib kelishtirib beramiz. kichikroqlari ham Bu bor qo'rada ekan. kichikroqlari ham bor. Buning ichida kichikroqlari ham bor ekan. Buning ichida 85 dan 100 gacha desak bo'ladimi? 85 ga shunaqa, 85 dan 100 kiloga davr. 85 dan 100 kilo davr. 80 ligi ham bor ekan orasida. 80 dan 100 kiloga desak ham bo'lar ekan. Shunaqa. Endi imkoniyat darajada puli yengilab tushoradi, to'g'rimi? Nimasiga qarab, kilosiga qarab. Xo'p. Bu tomondagilar yoshroqlar shekilli. Bularni sotamizmi yo bular o'zimizga olib kelgan narsalarmi bular? Bularga ham endi xaridor bo'lsa, Ha, o'zlariga ma'qul kelsa, Ha. sotamiz bularni ham. Bo'ldi. Bularni ham sotiladi. Xudo xolasa. Bu ko'ramiz-chi. Bu qo'lamizni endi yangi oldik. Ularni yangi terdik. Mana o'tgan safar olgan videoyingizni ham aytib o'tuvdingiz bir. Ha. Ular endi Xudo xolasa yana bir 3-4 oydan keyin tayyor bo'lishni boshlaydi-da bular. Yo'q, endi hoji aka bunday edi. Meni gapim to'g'ri tushuning, kimnidir 4 million puli bor, kimnidir 3,5 million puli bor. Haligi nima desa bo'ladi? Kimnidir 10 million puli bor. Men eng zo'rini olaman deydigan. Kimnidir shuni o'rtasida olaman deydiganlar bor. Bormi? Shunaqa arzoni ham, qimmat ham. Agar kelib ichida shu qo'ylarni ichida yoqtirsa, men shu qo'yni qurbonlik qilaman desa beramiz, sotamiz. Sotamiz, Xudo xolasa. Bo'ldi. Imkoniyat darajasida akalar, narxlarda endi buni ustida kelishamiz imkon qadar. Bizni qo'ylar taroziga aytadigan qo'ylar deyapti. Mana bunisini ham so'rab o'tdik akalar. Yengilroq variantini, to'g'rimi? Yengilroq variant. Yengilroq variantini so'rab o'tdik mana. Yengilroq variantlar. Bu yoqqa endi nimaga kiloga aytaveradiganlar hozir aka bu Xudo xolasa bularni endi mana 65 kilodan bu yerda ham 80 kiloga dor qo'ylarimiz bor. 65 kilodan 80 kiloga. 80 kiloga davr. Ha, puli yana ham yengillashar ekan, xudo xolasa bular. Xudo xolasa pullarini kelishtirib beramiz. Taroziga deganga taroziga. Men tikka shunday turishini olaman deydigan odamga shunday. Qurbonlikkacha ham ushlab turaveramiz, imkon qadar. Xudo xolasa bu yerda eng qiziqarligi joyi yo'q odam umuman bir muammo qilmasin. Xudo xolasa shu so'yadigan kuniga davr bog' berish ichida. Bog' beramiz. Ha. Sizdan yordam, yana bitta yordam. Shunday. Albatta. Yeb ichishiga umuman bir haq so'ralmaydi. Albatta. Alloh rozi bo'lsin. Yeb ichishiga haq so'ralmaydi ekan, xudo xolasa. Endi bu aka Trijon, shuni ham aytib o'tib ketaylik. Trijon shunday, ha. Imkon qadar baho berasiz. Baho beramiz. Bu nima bo'lishini ertaga hech kim bilmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Barakadan kelgan yo bir narsa bo'lmasin iloyim. Bo'lmasin iloyim. Endi har bir narsani bir nima deydi, oldini olib qo'yish kerak. Olib qo'yish kerak, to'g'ri. Ha. Ko'p yerdan hali video qilyapmiz. Aka bu Trijon, lekin baho beraveraman deyapti. Biror narsa bo'lsa men javob bermayman deyapti. Xuddi shunday. Turishida imkon bo'lsa uyga olib borsin deyapti. Endi lekin baho bering deganga Allohga tavakkal qilib baho beraman deyapti. Men mana shuni aytib o'tdim. Bizda ham xuddi shunaqa. Ha. Xudo xolasa mana bu qo'ramizda ham o'rtacha bir 80 kilo atrofidagi qo'ylar. Mana sotilgan qo'ylarimizga kraska sepib mana metka qilib qo'yib qo'yganmiz. Mo sotilganmi? Sotilgan mana shu qo'yimiz. Ha, qo'ying. Bu ham mana shu qurbonlikkacha turibdi. Qurbonlikka olib baho beramiz, xudo xolasa. Mana shu qo'yimiz necha pulga sotildi hozir? Tri vazni buni 75 kiloni bosib keldi. Aha. Kiloga sotildimi bu? Shunday turishi sotildi buni. Turishi necha pulga ketdi? 5 million 200 mingga. 5 million 200 mingga 75 kilolik narsa ketdi. Turishi. Bu diriklagan go'shtdor narsada akalar buni. Kilosiga qaralmaydi. Har vaqt uzuni ham 75 kilo chiqib qolaveradi, to'g'rimi aka? To'g'ri. Go'shtdor narsa bilan go'shtsiz narsani farqlash kerak edi. Farqi bor. To'g'rimi? Ha. Ular
turishini qarang. Xo'p. Bular ham sotilaveradi, xudo xohlasa. Sotiladi. Mana. Sotiladi, xudo xohlasa. Imkon qadar akalar video cho'zilmasin, chiroyli qilib ko'rsatyapmiz. Mana hamma qo'ra sotiladi. Bu qo'rani chiqaramizmi onchaki? Bu qo'lani bir chiqarib ko'rsatamiz endi. Ha, qo'yimiz bittasi chiqdi mana. Yurishdi qaranglar, yurishdi. Mana. Hop, bular mana sekin chiqishni boshlayapti. Hayding. Mana jonivor, mana jonivor. Mana akalar o'zini ko'ringlar. Mana. Tashqariga imkon qadar ham chiqyapti akalar. Qo'ylar turishini qaranglar. Mana. Bak. Çık. Ol. Vay malades. O aki yemli to'sin. Qo'ylar. Achchani. Bular katayda turib o'rganib qolibdi hozirga. Turishni qaranglar qo'ylar. Imkon qadar. Voy. Bular necha kilodan necha kiloga aylanib qoladi hozirga bular? Xudo xohlasa bular o'rtacha shu 90 kiloda. Bosadi, xudo xohlasa. 90 kiloda bosadigan qo'ylar. 90 kilo. Xo'p. Bularda endi ko'p nima qilmaylik hozirki, olib kiraylik ichkariga.